Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga o'sha mashhur xrustyashi baqlajon salatida muhim rol o'ynaydigan aroyda sousini uy sharoitida tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: qizil dunganskiy, bolgarskiy, chesnok, kukuruznik kraxmal, olma sirkasi, tuz va shakar. Solinayotgan masalliqlarni grammini opisaniyada yozib qoldiraman. Ishimizni dunganskiy bilan bolgarskiylarimizni mayda qilib to'g'rashdan boshlaymiz. Chesnoklarimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralib bo'lgan masalliqlarimizni qozonga solamiz. Ketidan olma sirkasi, shakar va tuz solamiz. Aralashtiramiz va 10 daqiqa past olovda qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin yarim kosa iliq suvga 2 qoshiq kraxmalimizni solib, yaxshilab aralashtirib qozonga solamiz va quyilguncha 10-15 daqiqa qaynatib olamiz. Mana sousimiz tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat hammaga.